Qani to'y deb bo'lsin-chi? Ko'rsataylik. Qani akalar, ha. Yop bismillah. Ya buni oxirigacha bostirish kerak, yoppa. Bo'ldi, ushlan. Qani bismillah. Ana. Kattash qilib ko'rsataylik. Hop. Qaysi tomonga? Tomonga tushiraylik. Biroq qoching. Qani, erta qochinglar. Ketdik. Qoching. Qur'ani o'tkazinglar. Diametrlik bu. Bu 200 diametrdagi 6 atmosferada ishlaydigan PVX quvurimiz. Ha, haligi ichkarida ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rdik. Bu dalada yer tagidan ketgani mo'ljallangan. Yer tagidan o'tishga mo'ljallangan magistral, asosiy magistral quvur hisoblanadi. Ha. Bu kattaga o'xshardi. Bu 250 diametrdagisi. U og'ir bo'lgani uchun uni ko'tara olmagan shunday qildik. Ha, bo'ldi. Kafolat haqida so'raydiganlarga zo'r javob bo'ldi adashmasam. Men turbalarda har xil turlari bor ekan. Ko'pchilik tushunadi. Men o'zim ham hammasini to'liq tushunmayapman bu yerdagi turbalar haqida bir ma'lumot berib o'rsiz. Siz ko'rayotganingizdek, mana shu turbamiz mandalit quvur hisoblanadi. 75, 90, 110, 125, 160 diametrgacha bizda ishlab chiqarish bo'ladi. Masofasi 6 metr, 10 metr, 12 metr. Endi mijozning buyurtmasiga asosan ishlab chiqariladi. Ular asosan yomg'irlatishda ko'p qo'llaniladi. Tomchilatishda endi boyaga aytganimizdek xarajat qoplay oladigan dehqon akalarimiz oladi. Asosan bu yomg'irlatishda ishlatiladi. Bundan tashqari PVX quvurlarimiz ham xuddi shunday tarzda 50 diametrdan 250 diametrgacha ishlab chiqariladi. Ular 6 atmosferada ishlaydi. 6 yanada ko'proq darajada ishlaydiganlar xohlaganlar uchun 8-10 atmosferagacha ham biz ishlab chiqarish yo'l qo'yganmiz. Endi o'sha atmosfera haqida aytyapsiz-ku, u bosim yuqori bo'lsa ham ko'taradi deganimi, yorilib ketmaydi, chidaydi deganimi? Chidaydi, xuddi shunday. Masalan, siz nasosingizda bosimi 6 davlenlar bo'lsa, ushbu quvurimiz 6 davlenada ishlab beradi. 8 bo'lsa, 8 ni ham ishlab chiqarib beramiz, 10 bo'lsa, 10 ni ham ishlab chiqarib beramiz. Xo'p, quvurlar haqida tushunarli, quvurlarda ishlab chiqarasizlar. Endi buni kerak bo'ladigan mayda-chuydalar bor, aksessuarlari, ulaydigan narsalari, kerak bo'ladigan aksessuarlar, bularda ulaydigan mayda-chuydalari haqida ham ma'lumot bering. Nima narsalar, ular bormi, ular ham o'zlaringizda muammo yo'qmi? Misol, yetishtiruvchi kelsa turib olsak, qolgan narsalarni ham. Mayda-chuyda zapchaslari haqida PVX dan 100% zapchaslar bor bizda. Burchak deysizmi, oxirini yopadigan zagushka deysizmi, kranini deysizmi, PVX da hamma narsasi bor. Bundan tashqari mandalda ham hamma zapchas butlovchi qismlari o'zimizda ishlab chiqariladi. Qoliplari bor. Yana orqaroq skladimizda joylashgan. Batafsil uni ham ko'rsatamiz hozir sizga. Ko'rsataylik bo'lmasa. Abdusalom, haliga kerak bo'ladigan hamma narsa bor deb aytdingiz. Bu narsa nimaga kerak bo'ladi? Bu yomg'irlatib sug'orish uchun ishlatiladigan stoyka hisoblanadi. Ko'pchilik buni trubkacha deydi, tayoq deydi. Buni bizda 32 diametrda ishlab chiqariladi. 60 sm, 80 sm, 1 metrgacha bo'lganlarni biz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Bu pastdan markaziy turba kelsa shunga ulanadiganimi? Yo'q, buni tagida aboti bo'ladi, yomg'irlatishda ishlatiladigan. Abot oyoqchasi 75, 90 diametrlarda bo'ladi. Buni ulab, ustiga sprinklerni burab qo'yiladi. Ustidan suv tarqatadigan sprinkler bo'ladi. Chunki xuddi shu narsaga ulanadi. Suv xuddi shu kaval stoykasidan o'tadi. Bundan tashqari boya aytganimizdek, mandal qurish uchun kerak bo'ladigan barcha turdagi zapchaslar 70 diametrdan to 160 diametrgacha bizda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ko'rib turganingiz, mana shu mahsulot kristalina hisoblanadi. Tarqatma quvur, magistral quvur 110 ketgan bo'lsa agar, yoniga 175 likni qo'yib olsangiz, yondagilarga tarqatmaga 75 ga mo'ljallangan. Bu katta kelgandan keyin ikki tomonga maydalab bo'lib beriladi narsa. Har xil diametrda traynigi bor, burchagi bor, orqasini yopadigan zaglushkasi bor, pluslari ham bor. Har xil zapchaslar bizda ishlab chiqarish yo'li qo'yilgan. Xullas, agro sohadagi tadbirkorlarimiz, dehqonlarimiz, fermerlar, yetishtiruvchilarimiz kelsa, zavoddan quvur deydimi, tomchilash sug'orish lentalari deydimi, uni kerak bo'ladigan zapchaslari, ehtiyot qismlari deylik, buyumlar, hamma narsasi bor. Shu yerdan dehqonlarimiz ishlarini bitirib ketishlari mumkin. Hamma har xil, hamma olib ketgan odamlar mahsulotni omadli bo'lib ketavermaydi. Nimadir muammolar bo'ladi, nimadir kamchiliklar bo'ladi. Men yuqorida kelayotganda marometr ko'rdim, lentalarda tekshiradigan joylar bor edi. Marometrlarda ozgina savollarim bor edi, bosimni qanaqa tekshirasizlar? Shu ma'lumotlarimiz to'liq bo'lsin, o'sha joydan ham ma'lumot bersak muxlislarimizga. Albatta ma'lumot beramiz. Lentani tiqib, soatiga necha litr suv tomizayotganini ham dajib ko'rishimiz mumkin. Davom etamiz bo'lmasa.
Abdusalom lentalarni tekshirish jarayonida tabiiy jarayon bo'lyapti. Bizga mana shu bosimlarni qanaqa tekshirishlari haqida qiziq edi. Muxlislarimizga ham ko'rsataylik, ko'rsatib bering. Bizda ishlab chiqarilgan tomchi lentalari har bitta bobinasi ortiqchasi bilan chiqariladi va ortiqchasini olib biz laboratoriya qilib tekshirib ko'ramiz. Hozir shu ham ortiqchasi qolgan. Shu ortiqchasini sizlarga laboratoriya qilib ko'rsataman. Xo'p, ko'rayotganingiz 1,5-2 bargacha biz davleniyasini ko'rib ko'rsatamiz. Atak yerni poliyada 1 bar deb ishlaydi bu narsa. Xo'p. Shu asosda sekin ko'tarilyapti. Ha, ko'rayotganingizdek hammasi tomchilatishni boshladi. Ha, shular ko'rishingiz mumkin. Alomjon aka, qanday holatda bo'lgani, qattiq holatda bo'ldi. Lekin biz demak bizni davleniyamiz kam bo'lgan ekan, biz dalada bunaqa qilolmadik hech. Sizga ham aytuvdim, sizda bo'lsa, bu davleniyasi kam, suv kam, kam degandim. Noyabr oyida unda uncha bilinmagandi, keyin bahorga chiqib kun isigan paytda bilindi, muammosi so'd ekan. Keyin dehqon akalarimizdan ham bitta narsani iltimos qilgan bo'lardik. Bir xil akalarimiz magistral quvurlari eski holatdagi turadi, lentasi almashtiradi-ku. Lentasi almashtirgandan keyin yangi lenta qo'yayotgan paytda eski quvurdagi ichida qolgan chiqindilari, qum loyqa zarralari bo'ladi. O'shalarni chiqarib, keyin lentalarni qo'ysalar yaxshi bo'ladi. Tomchi lentasini o'rnatgandan keyin filtrim yaxshi deb aytgan mijozlarimiz ham bo'ldi. Filtrim yaxshi, sizlarning lentalaring brak chiqdi degan akalarimiz ham bo'ldi. U biza borib joyini holatini tekshirganimizdan keyin dehqon akamiz xuddi boya aytganimizdek ichidagi loyqa suvni chiqarmasdan turib, tomchi lentasi to'g'ridan-to'g'ri ulaganlar. Yangi mahsulotni olyapsiz-ku, ichiga qumni to'ldiryapsiz-ku, buning ishlamayapti deyapsiz menga dedim. Keyin dedi shunaqa bo'lgan ekan. Oxiri shuni tekshirib, kesib ko'rsatdik. Ichidan 2 litr, 3 litrgacha loyqa suv chiqdi. Ushbu holatlarga ham ahamiyat berishlarini so'rab qolamiz. Bundan tashqari tomchi lentasini to'shayotgan paytda, pastga qaratgan paytda boyaga aytganimdek cho'kindilar pastga tomadi-yu, boyaga emitrani bitib qolish holatini yuzaga keltiradi. Men muammolar haqida so'ramoqchi edim. O'z boshlari ordingiz mendan oldin. Mana olib ketdi o'sha akalar, umuman kafolat beriladi. To'g'ri ishlab chiqarishda sizlar mana laboratoriya sharoitlari, quvurlarni tashlab ham tekshirib ko'rdik. Ana shu kafolat so'raganlar uchun, haqiqatan chidamlimi deganlar uchun qisman javob berdik, lekin lenta bilan bog'liq muammolarda loyihani aytib o'tdingiz. Yana qanaqa muammolar bo'ladi? Shu odamlar qanaqa tushunmovchilik bo'ladi mijozlar bilan sizlarning o'rtalaringizda? Bundan tashqari dalada to'shayotgan paytlarda zarar yetkilish holati bo'ladi. To'shayotgan paytda bir xil ayollar qattiq tortib yoki tikon kirish holatlari ham juda ko'p holatlari yuzaga keladi. Masalan, заводской defekt degan narsa, lentani olib bordingiz, suvingiz toza, lentani ichiga haydaysiz suvni. Shunday suv tomizmadimi, u demak заводской defekt. Agarda suvingiz loyqa bo'lsa-yu yoki tashqi omillar tufayli zarar yetkazilgan bo'lsa, u заводской defekt hisoblanmaydi. Aslida u narsa bizda uchraydi, uchramaydi emas. Ochiqni aytish kerak. Uchraydi. Shunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan bizda. Borib isbotlab berganmiz. Faqat biz yutib chiqamiz. To'g'risi. Demak, iste'molchilar ham o'zlari tushunmasdan endi atiq qilmaydi uni, baribir yetishuvchilar o'zlari tushunmagan holatda defekt ekan deb ichiga loyiqa to'lib qolsa ham tomchilab sug'orish lentasidan ayb qidirishib ko'radi. Zavod ham brak chiqaray deb niyat qilmaydi-ku. To'g'ri. Men sexda ishlaydigan bolalar, men buni kesib qolsam yoki buni ichiga emitrasi teshigini teshmasam menga foyda bo'ladi deb qilmaydi-ku ular. Yo'q, atelabda hech kim qilmaydi. Hozir bosimni bitta ko'rsatsak, dalada demak 1 bo'ladi manometrimiz. Bosimi nima deyiladi buni? Bosimni siz boshqacha aytdingiz-da. Bar. Manometrda bu ko'rayotganingiz manometr. Bar deb hisoblanadi. Ko'rayotganingiz mana shu 1,5 1,2 da turibdi. 1,5 hisoblanadi. 1,5 da turibdi. 1,5 da turibdi. 2 gacha tekshirib ko'rasizlar. 2 gacha tekshirib ko'rsataymi yana? Yana ozgina ko'taring, aniq bo'lsin. 1,5 gacha ko'taraylik shu baringizni. Mana ko'rayotganingiz salkam qadrli muxlislar, salkam 2 ga keldi. Mana manometrda bar bosimi shuncha bosimni ko'taryapti. Men shaxsan dalamda o'zim qo'llaganim uchun bilyapman. Men noyabr oyida Abdusalom borganda 19-noyabrda seminar qilgandik. Aka sal davleniya pastroq ekan degan, unda e'tibor qilmadim, chunki yerda
namlik yetarli bo'lgan oson sug'organmiz avtonom payti. Muammo bizda mart aprel oyida boshlandi. Men bu haqida alohida dastur qilganman. Mana shu dasturning silkasini qo'yib qo'yaman. Bemalol tanishlaringiz mumkin. Bafurja batafsil tushuntirganman. Abdusalom, biz muxlislarimizga Bobur akamiz bilan loyihalash jarayonlari haqida, 1 gektar maydon uchun ekin turiga qarab xarajatlari haqida ma'lumot bermoqchi edik. Endi bir bemalol bafurja, chunki bu osongina narsa emas. Albatta. Mutaxassislarimiz bilan ham yana muxlislarimiz uchun to'liqroq loyihalash sharoitlari, loyihalash qanaqa jarayon bo'ladi. Umuman keyin xarajatlar haqida ham gapirib ma'lumot bersangiz. Ma'lumot beramiz albatta. Hozir Bobur akaning oldiga kiramiz. Ishlari bo'shagan bo'lsa, kirib bemalol qilib. Rahmat sizga.